Laylo va Majnunni zikr qilishadi. Bu hammaga ma'lum. Ular muhabbati sabab Laylo va Majnun deb nomlanib qolishgan. Lekin ularning muhabbati pokiza muhabbat edi. Umrida uni ushlamagan, o'pmagan, u pokiza muhabbat edi. Hamma insonlar u Layloni yaxshi ko'rishini bilishar edi. Lekin umri davomida faxsh ish qilishmagan. Zikr qilishadiki, Majnunni Layloga bo'lgan muhabbatdan qattiqligidan u kunlarning birida namoz o'qiyotgan insonlarning oldidan o'tadi. Masjidda emas, ochiqlik yerda namoz o'qishayotgan bo'ladi. Namozxonlar oldidan o'tib ketadi. U insonlarni ko'rmaydi. Keyin yana qaytib o'tadi. Shunda odamlar uni chaqirishadi. Ha deb kelganda unga aytishadi: "Laylo seni aqldan ozdiribdi." Deyishsa, u meni nega aqldan ozdiradi deydi. Ya'ni seni aqlingni olib, hayotingni ostin-ustun qilib yuboribdi. Oldimizdan o'tib ketding va bizni ko'rmading va biz bilan birga namoz o'qimading. Sen Layloni o'ylab yurgan edingmi deyishdi. Majnun aytdi: "Allohga qasam, sizlarni ko'rmadim. Allohga qasam, agar sizlar men Layloni yaxshi ko'rgandek Allohni yaxshi ko'rganingizda, meni ko'rmagan bo'lardingiz. Layloni yaxshi ko'rib, sizlarni ko'rmay qoldim. Sizlar Allohni yaxshi ko'rasizlar-u, menga qarab turgan ekansizlar. Namozda xushu qilinglar" deydi. Va ularni mot qilib qo'ydi. Muhabbatdan maqsad aslida pokiza muhabbatdir. Bundan boshqasi joiz emas. Bu masalada inson Allohdan taqvo qilishi lozim. Alloh yordam bersin.